Git merge va konflikt bo'yicha amaliy darslarimizni boshlaymiz. Birinchi navbatda local repository uchun folder yaratib olamiz. Bu folderning ichiga kirgan holatda repository initsializatsiya qilib olamiz. Ushbu repozitoriyda birinchi commitni yaratamiz. Master branchga ikkita commit yaratib olganimizdan keyin yangi branch yaratib olamiz master branchdan. Ushbu yangi branch master branchda turib yaratilgani uchun boshida master branch bilan bir xil holatda bo'ladi. Ushbu yangi yaratilgan future branchimizda yana ikkita commit yaratib olamiz. Git log komandasidan ko'rishimiz mumkin. Future branchida master branchidan keyin biz yana ikkita commit yaratdik. Master branch bo'lsa future branchidan orqada turibdi. Agar master branchiga o'tib keyin uni commitlar ro'yxatini ko'radigan bo'lsak, u faqat o'ziga tegishli bo'lgan commitlarnigina ko'radi. Future branchda qilingan commitlar master branchda ko'rinmaydi. Future branchda qilingan commitlarni master branchga merge qilib olamiz va ko'rishimiz mumkinki, bu yerda fast forward strategiyasi ishlatildi. Master branchni commitlar ro'yxatini ko'radigan bo'lsak, xuddi future branchniki singari. Fast forward strategiyasidan foydalanilgani uchun shunchaki bu joyda master branchini head pointeri future branch turgan commitga olib borib qo'yiladi. Three-way strategiyasi bo'yicha merge qilish maqsadida ham master branchga, ham future branchga commitlar yaratib olamiz. Ikkita branchdagi git log komandalarini outputidan ko'rishimiz mumkinki, future branchga qilingan commitlar master branchda ko'rinmaydi, master branchga qilingan commit future branchda ko'rinmaydi. Ya'ni umumiy commitlardan tashqari keyingi qilingan commitlar bir-biriga ko'rinmaydi. Endi master branchga o'tib turib, future branchni merge qilganimizda bizda editor ochildi. Nima uchun? Chunki bu yerda fast forward strategiyasi ishlamaganligi uchun merge commit yaratilishi kerak. Bu merge commitga message yozishimiz uchun editor ochildi. Editorda commit message yozib, master branchni git log komandasini ko'radigan bo'lsak, future branchni ham commitlari bizga ko'rindi. Lekin future branchga o'tib git log komandasini run qiladigan bo'lsak, u yerda faqat o'ziga tegishli bo'lgan commitlar ko'rinib turibdi. Master branchdagi master A commiti va merge uchun yaratilgan yangi commit future branchda ko'rinmadi. Merge jarayonida chiqishi mumkin bo'lgan konfliktlarni o'rganish maqsadida bitta yangi branch yaratib olamiz. Unga bug fix degan nom beramiz. Bu branch master branchda turib yaratilgani uchun git log komandasini run qilganimizda ko'rishimiz mumkinki, ikkala branchni ham head pointerlari bitta commitga qarab turibdi. Bug fix branchida fayl yaratamiz va bu faylga bitta qator yozib qo'yamiz. Xuddi shu faylni master branchga o'tib ham yaratamiz va birinchi qatoriga tekst yozamiz. Va bu bilan biza merge paytida konflikt chiqishini ta'minlab qo'yamiz. Ikkala branchda ham commit yaratib olganimizdan keyin master branchga o'tib bug fix branchini merge qilamiz va ko'rishimiz mumkinki, bizda ogohlantirish chiqdi. bug.txt faylida merge konflikt borligi haqida. Git status komandasidan ham buni ko'rishimiz mumkin. Editor yordamida bug.txt faylini ochganimizda konflikt markerlarini ko'rishimiz mumkin. Bu markerlardan o'zimizga kerakli oxirgi o'zgarishlarni yoki o'zimizga kerakli o'zgarishlarni qoldirib qolganlarni o'chirganimizdan keyin ushbu o'zgarishni staging arrayga qo'shamiz va yangi commit yaratib olamiz. Master branchini commitlar ro'yxatini ko'radigan bo'lsak, bu joyda bug fix branchini ham va master branchdagi barcha commitlarni ko'rishimiz mumkin. Hamma branchdagi commitlar master branchga merge qilib olingandan keyin ortiqcha branchlarni o'chirib tashlasak ham bo'ladi.